Akalar şu apalar şu ozgina yordam qilsanglar shu bolamizni olib borib davolatib kelsak. Oğlum ben o daha güzel bitesən. Aka apa singillərə daha olsa qoşqalarına Allah şifa verir, daha olsa uşaqlarına şifa tapıb eləsən daha olsa oğlum. Şularda Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bu ukamizga nima bo'ldi, qanday kasallikka duchor bo'ldi? Mana shu haqida ma'lumot bering va o'zingiz haqingizda ma'lumot bering. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qirg'izistonliklar. Men o'g'lim Abubakir, o'zim atim Husniddin, Jallod oblasti Suzar rayonining Orol rayonida yashaymiz. O'g'lim 8 yildan beri shu sudri yog'ligi bilan kurashamiz. Qirg'izistonga qayerga doktorlarga borsak, bu yoqqa Toshkentga davo borib keldik. Vaqt kerak dedi. Mana vaqt soat shu ekan. Endi davolasa indamay gap etyapmiz. Boshda o'simdasi bor, yo bo'lmasam tomirida qon uyib qolgan bo'lishi kerak dedi. O'shuni lazerni operatsiya qilamiz, bo'lmay qolsa apparat qo'yamiz dedi. Chip qo'yamiz dedi. Bu lazerdan nima qiladigan bo'lsa, u 1,5 million dedi. Chip qo'yadigan bo'lsa dedi, 35 ming dollardan 40 ming dollarga da bo'lib qoladi dedi. Hozir shuni gaplashib, biz nima qilyotgandik? Biz o'zi yo'lga chiqishimiz kerak edi, 15larga mablag'imiz yetishmagani uchun shu imkoniyatimiz bo'lganda mana shu bugunga qolmay olsa, bugun ham chiqib ketgani nima edik, biz uylarimizni sotuvga qo'ydik. Nimamiz bo'lsa sotdik mana. Shu butun dunyoda musulmon eldan yordam so'rab shu internetga chiqishga majbur bo'ldik. İmkoniyatlar bo'lsa 5 so'mdanmi 10 so'mdanmi bo'lsa ham bersanglar, Alloh sizlarga birni bersanglar, sizlarga mingni bersin doim. Barchalardan shu yordam so'rab, Alloh taoloning nimasidan shu qayriligidan maqsadimizdan shu nima qildik. Akalar şu apalar şu ozgina yordam qilsanglar shu bolamizni olib borib davolatib kelsak. Bu bolamiz 8 oylikda bosgan, 9 oylikda gapirib, 3 yasharga davab doktorlarga borib shu bormaganmiz. Shu qandaydir shu 3 yashardan keyin sudriyman tushdi banisiga, 18 kun komada yotdi. O'shandan keyin shu holatga kelib qoldi. Doktorlar vaqt kerak shu 8 yildan beri shu og'riqni nima qilib kelyapmiz. Shuni iltimos qilamiz sizlardan. Oğlum ben o daha güzel bitesən. Aka apa singillərə daha olsa qoşqalarına Allah şifa verir, daha olsa uşaqlarına şifa tapıb eləsən daha olsa oğlum. Şularda həməsi haqqıqa dua qılıb, 5 ay namaz qılanda bərçəsiga dua qılıb, daha olsa şu oğlum daha olsa özü dua qıladı, daha olsa bərçəylərə həməylərə rəhmət aka apa singil. Şu oğlumlara daha olsa sizə qoşub qoysaylar, bərçəylərə daha olsa dua qılırız. Yollar olsa Allah şifa versin diye dua koysaylar hem yeterli dua alasa. Aziz birodarlar, hech kim onam, otam deb yig'lamasin yoki bo'lmasam eng og'ir dardlardan biri, sinovlardan biri farzandim deb yig'lamasin. Kelinglar, bugun siz bilan bizga shu imkoniyat nasib qildi. Alloh taolo bugun shu videoda sizga ko'rsatyaptimi? Juda xursand bo'laylik. Qarang, qo'lingizda 200 so'm yoki 100 so'm pulingiz bilan qaysidir bir bolani hayotini o'zgartirishga sababchi bo'lyapsiz. Bir kishi bu narsani qilish juda qiyin. Biz ko'pchiligimiz. Kelinglar, imkon boricha yordam qilaylik. Albatta ehsonda katta kichik bo'lmaydi. Inshaalloh yordam berganda mablag' tomonlama imkoniyatingiz yo'qmi? Shu video tarqatish orqali ham yordam berishingizni iltimos qilamiz.
Azizlar, albatta ukamizga ehson berish uchun, yordam berishlar uchun Sberbank, Mbank karta nomerlarimizni aytib o'tamiz. Sberbank nomerlarimiz 2202 2083 96 51 46 07. Yana bir bor qayta aytaman. Sberbank nomerlarimiz 2202 2083 96 51 46 07. Jasurbek M deb chiqadi. Mbank raqamlarimiz hamda Megapay 7-raqamlarimiz +996 550 888 169 raqamlarda Mbank kartalarimiz bor. Jasurbek M deb chiqadi. 550 bilan 888 169 raqamlar. Barchalarga Alloh taolo rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.